Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Bozor biznes kanalining qadrli omachilari. 2026-yilda uyda ichki qismini shunaqangi zamonaviy remont qilish qanchadan bo'lyapti? Narxini yoritib beramiz. Ko'rib turibsizlar, bu yerdagi ustakalarimiz yana bitta Fayzli xonadonda xonadon egasini ko'nglidagidek qilishib remont qilib berishibdi. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Vodiy Toshkent bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Remont nima deyapti? Albatta yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, qurilish qilyapti turgan tanish bilishlarga, undan tashqari gruppalarga jo'natib qo'ysalar, kimgadir juda katta foydasi tegib qolishi mumkin. Biz esa ustakamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Ustaka rahmat, Allohga shukr. Tuzimsiz charchamayapsizmi? Ko'rib turibmiz, juda ham chiroyli chiqibdi ustaka. Qoyil zo'r, qo'llanib ko'rmasin. Ustaka necha yildan beri mana shu ish bilan shug'ullanasizlar? 7 yil bo'ldi aka. 7 yildan beri shunaqangi ish bilan shug'ullanasizlar. Xo'sh, asosan ishlar qayerda bo'ladi sizda? Asosan shu kungacha chetda ishlab kelganmiz. Endi bundan buyog'iga Vodiy Toshkent voha taraflarga ham o'tish. Ya'ni O'zbekistonda ishlik faoliyatingiz boshlaringiz, qoyil. 7 yillik tajribaga ega ustakamiz. Xo'sh, xonadonda ichlari, sanuzellar, ya'ni noldan pat qiluvchi remont qilib topshiraverasizlar ustaka. Albatta. Qoyil, zo'r. Bu yerda necha kvadrat ustaka? Jami. Bu yerda общий patologiya bilan 135 kvadrat bo'ldi. 135 kvadrat necha kunda remont qilib berdilar? 20 kun ketdi. 20 kun 2 kishilar, ha? 2 kishi. 2 kishi 20 kunda mana shu kirorishdagi hol va albatta mana bu nima deydi? Prixoshka. Nima shuni shetda ham remont qilib berishibdi. Xo'sh, ustaka, devor qanday holatda edi bu yerda? Devor biz kelgan vaqtimizda qumshuvoq holatida edi. Undan keyin biz 4 sloy shpaglovka, 2 sloy emulsiya va 2 sloy atachinta bilan to'xtatdik. Necha sloy yeyapti shu holatga kelguncha jami? 8 sloyga yetyapti aka. Ya'ni 8 marta ishlov berilyapti, devorimiz mana shu holatga ketyapti. Ya'ni bu 45 graduslar. 45 graduslar. Bunisi oddiysi ekan ustaga. Hoy, zo'r. Xo'sh, mana bu chaspaklar ham yopishtirasizlarmi? Bular tiyagadan kuyib yopishtirganmiz. Po'kak emas. Yo'q, po'kak emas, bular tiyaga. Tiyaga. Endi tiyagalarni ham отдельно o'ziga moslab verchellaydigan mahsulotimizdan foydalandik. Ya'ni dizaynni o'zdan chiqarib berasiz. Albatta. Mana masalan, shu yerga mana shu ramka mos tushgan uchun shuni qo'yib bergansizlar. Kirovishga esa mana shu ikkita pat qo'yib bergansizlar. Patam juda ham chiroyli chiqib, montajlargacha qilib berishdi. Qoyil, zo'r. Tepadagi patologga necha marta ishlov berilgan? Patologga 2 sloy shpaglovka va 2 sloy emulsiya bilan shu holatga keldi. Shu holatga keldi. Patolog qoqilgan edi o'zi. Qoqilgan edi, qoqib berishgan. Ustaka, bu yerda masalan materialda, qurilish materialini kimdan bo'ldi? Sizdan bo'ldimi yoki uy egasidanmi? Qurilish materialini olib berishdi. Olib berishdi. Uy egasi. Agarda yo'q, meni vaqtim yo'q, o'zingiz hamma yo'g'ingizni olib kelib remont qilib beravering desa, uni ham kelishaveradi, ustaka. Albatta, uni ham kelishaveramiz. Zo'r. Xo'sh, ustaka, bunimiz patologimiz. Masalan, o'sha shu holatga kelguncha 1 kvadrat usta haqisi qancha olinyapti hozir kunda? 1 kvadratda usta haqisi 40 ming, 50 ming atrofida. Ya'ni kraskasi 40 ming, 50 ming so'm. Holatiga qarab turib usta haqisi. Shunday ustaka. Mana bu nima chaspaklari-chi ustaka? Bu galterlarda отдельный metrovoy bo'ladi, 15 ming so'mdan uстановка qilib berdik. 15 ming so'mdan uстановка qilib kraskasini qilib berdilar. Shunday ustaka, 1 metr 15 ming so'mdan. Bu katta kichkina bo'lsa narxi o'zgaradimi? Yo'q, o'zgarmaydi. Bir xil narx shu holatda ketadi. Tushunarli. Xo'sh, mana bu nimalarimiz-chi? Bular ozgina qimmatroqdan yuradi, tiyaga bo'lgani uchun 30 ming so'mdan uстановка qildik. Har bitta gullarini отдельный 30 ming so'mdan. Mana bu gullar alohida 30 ming so'm, buni metri 30 ming so'mdan. Shu holatga keltirib berish, usta haqisi. Xuddi shunday. Tushunarli. Endi mana bu 8 marta ishlov berganmiz, shu holatga kelguncha usta haqisi qancha nima qilinyapti? Usta puli 70 ming so'mdan oldik bitta. 1 kvadrat 70 ming so'mdan shu holatga kelyapti. Xuddi shunday. Agarda shuni aboy bo'ladigan bo'lsa-chi o'rnida? Aboy bo'ladigan bo'lsa sal kelishamiz uni. 50 ming, 40 ming atrofida. 50 ming, 40 ming. Ya'ni devorga qarab. Devorga qarab. Tekisligiga, valnaligiga qaraymiz-da biz uni. Tushunarli. Keyin ustaka, masalan, oldin masalan 10 yil, 15 yil oldin qilingan remontlar bo'ladi. O'shalarni ham qaytadan remont qilib berasizmi? Qayta rekonstruksiya qilib beramiz aka. Noldan. Ozgina qimmatroq yuradi. Telefon qilsa uni gaplashamiz. Holatiga qarab. Tushunarli. Ya'ni qayta remont ham bor. Albatta. Tushunarli. Faqat asosan shu ichkarini remont qilasizlar. Ichkarini, tashqarini, fasadlarini ham qilamiz. Tashqarini ham qilamiz. Travertinmi, boshqa narsami? Значит, noldan pat qiluvchi remont qilib beraverasiz. Albatta, shunday. Qoyil, zo'r. Ustaka, mana patlarimiz-chi? Bu patlarimiz kuyib olib keldik o'zimiz.
ular bonusiga o'tib berdik aka ustanovkasini. Ya'ni patda olib berishdi pulini, lekin ustanovkasi bonus. Ustanovkasi bonus qilib berdik. Masalan, bizni kanaldan chiqsa bonus qilib berasiz. Albatta bonus qilib beramiz aka. Xo'p, zo'r. Bozor biznes kanalidan chiqdim, sizlar shunaqangi patlarni olib berasizlar, lekin ustanovkasini bonusga shunday akalarimiz qilib berishadi. Shundaymi usta aka? Xuddi shunday aka. Xo'p, zo'r. Usta aka, bu yerda masalan o'sha necha kvadrat dedingiz? 135 kvadrat chiqdi. 135 kvadratga qanchalik qurilish mollari ketdi? Qurilish mollariga keladigan bo'lsak, o'rtacha 8 milliondan o'tdi. 8 million so'mdan plus minus o'tdi. Usta haqisi qancha bo'ldi? Usta haqisi tiyagalari bilan hisoblaganda 12 millionga boryapti aka. Ya'ni shu holatga keltirishingiz usta haqisi hamma yo'q ichida 12 million so'mga boryapti. 12 million so'm plus 8 million so'm, ya'ni 135 kvadrat nimamiz shu holatga kelyapti 20 million so'mga. Shundaymi usta aka? Xuddi shunday. Tushunarli. 20 million so'mga mana shu holatga kelyapti. Usta, operator bitta ko'rsatib qo'yamizmi? Bitta o'sha koridor bor ekan. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda mana shu usta akamizning nomerlari bo'ladi. Xudo xolasa bizning kanaldan chiqqanlarga dichapcha kelishtirib va bonuslarni ko'paytirib va remontlarni qilib berilaveradi. Ishlarga garantiyalar bor. Garantiya beramiz aka. Garantiya beriladi ekan. Bittadan like bosamiz. Ishimiz yo'qsa, keyin pul berishadi aka. Bo'lmasa berishmayman. Yo'q, qo'yaveradi bo'lmasa. Qo'yil, zo'r. Xo'sh, ertaga bittadan like bosib, gruppalarga tarqatib qo'ysa, kimgadir manfaat, ya'ni foydasi tegib qolishi mumkin.